To'q qoringa qilishi mumkin emas bo'lgan ishlarni aytib beraman. Birinchi zararli odat to'q qoringa yonboshlab yotib qolish. Agar siz to'q qoringa uxlaydigan yoki yonboshlab yotadigan bo'lsangiz, oshqozon ichak tizimingizni sindirdim deb hisoblayvering. Chunki to'q qoringa yotish oqibatida oshqozonda bor bo'lgan ovqatlar oshqozonni qizilo'ngachdan ajratib turadigan klapanni zararlaydi. Buning oqibatida doim keyinchalik kekiradigan, jiqildoningiz qaynaydigan va mana shu sohalaringizda og'riq bo'ladigan kasalliklarga duchor bo'lishingiz mumkin. Shuning uchun hech qachon to'q qoringa, ya'ni ovqatni yeya solib, oradan 1 soat o'tmaguncha yotib qola ko'rmang yoki yonboshlab yotmang. Keyingi odat to'q qoringa sport bilan shug'ullanish yoki og'ir jismoniy mehnat qilish. Yengil jismoniy mehnatlarni qilish mumkin. Ammo lekin to'q qoringa ovqatni yeb oradan kamida 40 minut, 1 soat o'tmaguncha yugurish, sport, barba, trenajyor kabi vaziyatlarni qilmang. Agar siz misol uchun usta bo'ladigan bo'lsangiz yoki shunga yaqin ishda bo'ladigan bo'lsangiz, aytaylik, guruchlik, og'ir ko'taradigan, kirpich, bu narsa yillar davomida shakllanib, moslanib borgan bo'lsa, juda to'yib ovqatlanmasdan sal ovqatni mayda-mayda kamroq yeb, keyin ishingizni davom qilib ketaversangiz bo'ladi. Misol uchun siz obedni bitta o'tirib bo'kib to'yib yeb, to'q qoringa qandaydir og'ir mehnatga qo'shilib ketmay, shuni ozrog'ini yeb, aytaylik 60-50% yeb, keyin ishingizni davom qilib, oradan biroz muddat o'tib, yana ozgina tanovul qilib, yana qilib ketishga kirishsangiz, ana shunda zarar ehtimolini ancha kamaytirgan bo'lasiz. Keyingi o'rinda to'q qoringa juda ko'pchiligingiz sigaret chekishi, nosvoy chekishi odat qilib olgansiz. Shuni bilingki, bu ishingiz oqibatida oshqozoningizni buzib qo'yasiz va ichaklaringizga hamda oshqozoningizga yara tushirasiz. Doktor Isyonovning Telegramdagi rasmiy kanalining belgisi mana 8 qirrali moviy yulduzchasi bor. Mana ko'rdingizmi? Mana shu bizning kanal. Tamaki mahsuloti, sigaret yoki nos to'q qoringa qilingan paytda oshqozondagi qon aylanish nomunosib bo'lganligi uchun, ya'ni sizni chekadigan moddani ta'sirida noto'g'ri shaklga o'zgaradigan uchun qon tomirlarida yorilish xususiyati kelib chiqib, yara hosil bo'ladi. Shuning uchun hech qachon ovqat yeya solib, to'q qoringa darrov sigaret chekishga yoki nos chekishga shoshilmang. Aks holda oshqozon ichaklariga yara tushirib yuborasiz. Keyingi navbatda ovqatlanib, shu zahoti uxlab qolish. Bu ham juda ham yomon odat. Boyagida oshqozonni o'zini zararlaydigan bo'lsa, ovqatlanib uxlagan odamni butun ichki a'zolari aziyat chekadi. Jigaridan tortib buyraklarigacha, yuragigacha juda yomon ahvolga tushadi. Shuning uchun ovqatlanib bo'kib to'yganidan keyin odam tezda yotib uxlab qolmasligi kerak. Keyingi o'rinda to'q qoringa, ya'ni shu zahoti, misol uchun ovqatlanib bo'lib ketidan kofe ichib yubormang yoki rangli, kofeinli ichimliklarni ichmang. Chunki ovqatda tarkibidagi kalsiy va mineral moddalarini bu ichimliklar yuvib chiqib ketadi. Shuning uchun ham tez hazm bo'ldi deb o'ylaysiz siz. Lekin ovqat yegulikni yegan mahsulotingiz tarkibida kerakli vitaminlarni sizga hazm qildirmasdan olib chiqib ketadi. Shuning uchun ko'pincha ovqat bilan yoki ovqatdan keyin kofe ichadigan, kola ichadiganlari suyagi mo'rtlashadi va tez tishlariga chirk tushib ketadi. Kalsiyni, fosforni va minerallarni yuvib chiqib ketgani uchun. Keyingi mumkin emas bo'lgan vaziyat to'q qoringa ovqat yeb bo'lgandan keyin belni siqib bog'lamaslik kerak. Ya'ni kamari. Remen deb aytiladi-ku. To'q qoringa iloji boricha bo'sh qo'ygan yaxshi. Ichaklar yaxshi farovon ishlashi, o't bemalol ishlashi uchun ovqatlangandan keyin ichki a'zolar siqilib qolmasligi uchun kamari sal ishtonni rezinasini bo'shroq qo'yish kerak. Endi keyingi odat to'q qoringa ovqatni to'yib yegandan keyin juda ko'p o'zbek xalqida bor shu narsa. Ketidan tarvuz, qovun keladi, ularni ham bo'kib yeysiz. Keyin shirinlik, shirin choy. Birinchidan bu oshqozon osti beziga zarar, pankreatit keltirib chiqaradi. Ikkinchidan oshqozoningizni hajm jihatdan juda katta qilib yuboradi. Mana bir chuqur o'ylab, samimiy o'zingiz bir kommentariyaga javob yozing. Oshqozonni kattalashtirib yuboradigan mana shu ishni sizlar haqiqatan qilasizlar, to'g'rimi? Ovqatdan keyin, to'yib bo'lganingizdan keyin o'zi ovqatni oshqozoningizni to'ldirib to'yib yedingiz va ketidan mevachi va qovun tarvuzni yanada
devoragandek qilib yeb tashlaysiz. Oshqozonni 2-3 barobar kattalashtirdingiz. Buni keyinchalik qovun tarvuz yo'q paytida ovqat bilan to'ldirasiz. Va oqibatda nima bo'ladi sizda? Homiladorlikdek 6 oylik qorin hosil bo'ladi. Qorningizda, jigaringizda yog' qoplab ketadi. Shu darajada ovqatlanadigan bo'lganingizdan keyin oshqozonni kattartirib yubormaslik uchun hamma narsani bug'ib yemaslik kerak-da. Mana qarang, qovun tarvuz yemang deb turganim yo'q. Voy jonivor 2 soat, 1,5 soat yoki 1 soat hech bo'lmasa oradan o'tsin. Keyin yeng, gaplashib o'tiringda, keyin yeng shu narsani. Ha gap. Tushundingizmi? To'q qoringa bug'ib boshqa bir mahsulotlarni ko'p iste'mol qilish oqibatida oshqozonni kattalashtirib yuborishingiz mumkin va kattalashgan oshqozonni keyinchalik ovqat bilan tiqib to'ldirib semirib ketasiz og'ir vaznli bo'lib. Katta qorin qo'yib ketasiz ayol boshingizga yoki yigit boshingizga. Keyingi o'rinda ovqatni yeya solib, oshqozonda hali ovqat ko'p. Ketidan shu bug'ib gazli ichimliklarni ichib yubormang. Bu oshqozonda gaz hosil bo'lishiga va oshqozon buzilishiga, o't yo'llari hamda oshqozon osti bezi yo'llari noto'g'ri ishlashiga sabab bo'ladi. Yana to'q qoringa ovqatni yeya solib iloji boricha shirinliklarni o'tirib choy bilan iste'mol qilishni to'xtating. Misol uchun bu narsani umuman qilmang deyotganim yo'q. Oradan kamida yarim soat, 1 soat o'tsin. Oshqozon sal parchalasin. Insulin normal miqdorga kelsin. Glyukoza qonda bir sal barqarorlashsin. Aks holatda ham ovqatingizdagi uglevodlar, ham yegan noningiz, ham ustida ustak qo'shit qilgan shirinliklaringiz insulinni juda katta ishlab chiqarishiga sabab bo'ladi. Glyukoza qand miqdori oshib ketadi va natijada insulin rezistentligi yuzaga kelishiga sabab bo'ladi. Buning oqibatida qandli diabet yoki tez och bo'lish, semirib ketish kabi muammolarga uchrab qolasiz. Bir o'ylab ko'ring, birdaniga har xil ovqatlar hammasini ko'p yeyish oqibatida qay darajada biz oshqozon ichaklarimizni, jigarimizni va butun tanamizni stressga solib qo'yishimiz mumkin. Ana shuning uchun kelishib ish qiling. Oldiniga mana oshqozon aka mayshi ovqatlarni yedim, mana sho'rva yedim, choy ichdim, non yedim. Oldin shuni bir yarim soat, 1 soat ichida sal hazm qiling. Ketidan bir ozgina shirinlik yeb, choy ichmoqchiman deb dogovor bilan ish qilish kerak-da. Hammasini davay hazm qil, davay qilaversangiz, erta-indin boray deb qattiq kasallikka duchor bo'ladi bu a'zolaringiz. Kimga dardingizni aytishni bilmasdan yurasiz keyin. Mana shunday qilib bugun sizlarga aytib bermoqchi bo'lgan ma'lumotlar shulardan iborat edi. Sizga savol qoldiraman. Mana shu aytilgan ishlardan qaysi birini siz to'q qoringa ovqat yeya solib to'yganingizdan keyin qilib yurgan ekansiz va endi qilmayman deb izohga o'z fikringizni yozib qoldiring. Keyingi lavhalargacha o'zingizni ehtiyot qiling, semirib ketmang. Poko. Azizlar, shu o'rinda eslatib o'taman, doktor Ischanovning mobil innovatsion dastur kitobi chiqdi. Bu kitobi hamma tibbiy sohalar bo'yicha turli-tuman mavzulardan iborat. Mana J harfiga kirib, jigar mavzularini tanlaysiz. Jigarga tegishli bo'lgan eng ommabop, eng kerakli, eng ko'p tashxislar yozma shakllarda, foto, video shakllarida joylangan. Ular haqida barcha ma'lumot, sabablari, belgilari, davo choralari, retseptlari hammasi joylangan. Klinik qo'llanmalar, tadqiqotlarga asoslangan holda ma'lumotlar to'planmasi bor ichida. Shu o'rinda mana O harfiga kirib, o't qapiga tegishli bo'lgan barcha turdagi mavzularni bafurja ma'lumotlarini, kasalliklar haqida, ular belgilari, ko'rinishi, sabablari, davo choralari, asoratlari, dorilar, tabiiy yoki tibbiy malhamlari, barchasi sizga tushunarli tilda O't.io ushbu innovatsion mobil kitobimizda yozilgan. Qolaversa, bolalar haqida, homiladorlik haqida, jinsiy kasalliklar, urologik yoki ginekologik, asab, nevrologik har qanday ma'lumotlar sizga kerak bo'ladigan eng asosiy tashxislar ushbu mobil innovatsion kitobimizda ichida joylangan. Mana G bo'limga kirsangiz, gepatitlar haqida. Ishonchli ma'lumotlarni qayerdan topsam ekan, nima qilsam ekan deb yurmaysiz. Ya'ni agarda siz ushbu mobil innovatsion barcha tibbiy sohalardan ma'lumotlarga ega bo'lgan kitobimizni yuklab o'zingizga o'rnatib qo'ysangiz. Bundan tashqari minglab tabiiy malhamlar va Ibn Sino bobomizning retseptlarini tayyorlash usullari, tabiiy davo choralariga ajratilgan bo'limlari ham bor. Bu innovatsion mobil ilova kitobimizni iPhone'larga yuklash uchun App Store saytidan, iPhone emas telefonlar yuklash uchun telefoningizda Play Market yoki Google Play saytiga kirib, o'sha joydan birinchi yordam so'zini yozib, skachat olishingiz mumkin. Yoki shu videoni tagiga ko'k yozuvda ssilka qoldiraman, uni ustiga bosib, skachat qilib yuklab telefoningizga o'rnatib olishingiz mumkin.